Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush omaded kanali Islombek Sultan. Do'stoni aziz, da اینجا 16 سر قشقور برای بونی کردگی سه موضوعات ام خوردگیان باز 8 سر سولق یا شن برادر همش بغزن تا آخرین نوار را تماشا کنید. انشالله همش فهمانده میگذاریم. یک دونه لایک بزنید. کسی در کانال من مهمان است حتما ابونه شوید برادرای عزیز. Hörmətli abunəçilər, xoş gəlibsizlər İslombek Sultan kanalına. Birodarlar, mana şu yerdə 16 baş qısarı qoşqar qozlar 3 aydan ziyad cemcəgən semiz təring. Yana 8 baş, çarı pəncə, dusaq aralaş, həmməsi yaş, boğaz, savluqlar. Yana telefon qılıb, nasib qısa to'liq ma'lumotni egasından olasizlar. Bir dona laykni bosingizlar, kanalda mehmon bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. برادر عزیز، این مولایی که قرار دارن در ناحیه ورزاب دهه عرقچین ده، باز معلومات پورا را از صاحب شما میگیرید. معلومات پورا را در رقمشون را در اکران میمونم. Hurmatli obunachilar, bu qo'ylarning adresi Varzobda, Araqchin degan qishloqda ekan. To'liq ma'lumotni yana egasidan olishlaringiz uchun telefon nomeri qoldi. Telefon qilib yana egasidan to'liq ma'lumotni olasizlar. Xo'p, barodar aziz, narx navo shunda بیایم. Qushqor barrahoyi ki 19 سر شندریک 2950 میگن. باز معلومات معامله خوش رو هسته برادر. باز سالخویی که 8 سر عدل نرخه ایناشون 3000 سامانیای باز نرخی خوش رو کرده. باز دستافگاهشون هم با مصلحت انشالله با کجایی که باشه تشکیل کرده ارگنزه باتش میکنیم میگه صاحبش. خیلی انشالله زنگ زنین کاراتون حل میشود. Hurmatli obunachilar, narx navosi qo'shqar qo'zlarning narxi 2950 somondan deyapti, sovliqlarning narxi 3000 somondan deyapti. Sovliqlarning narxi 3000 somondan, dastavkalarini da aytadi, telefon qilsa kelishib tashkillashtiramiz deyapti. Hay telefon qilingizlar.